Assalomu alaykum. Oldin 8 soatda pishadigan retseptimni endi 2,5 soatda tayyorlaydigan bo'ldim. Shunaqa suyelari ajralib ketadigan, sho'rvalari tiniq va shirali, ichida go'sht va paylari bor. Juda ham foydali va mazali retsept ko'rsataman. Birinchi bo'lib molni oldi oyog'ini ko'rib turganingizdek qilib kesib olamiz. So'ng oyoq va go'shtlarni yaxshilab chayib tashlab qozonga taxlab olamiz. Yana ham shirali va mazali ish uchun xohishga qarab molni matalashkasi va qo'rg'ali qismini ham solamiz. So'ng qozonga to'ldirib suv solib, ko'piklari chiqquncha qaynatib, qaynagan suvni idishga suzib, sovigandan so'ng rakvinaga to'kib tashlaymiz. Ortiq hidlari ketgan go'shtga bir dona piyoz, lavr bargi, qora murch, tuz, 2 litrcha suv solib, bosim bilan pishiradigan qozonni qopqog'ini yaxshilab yopib, past olovda 2,5 soat davomida pishiramiz. 2,5 soatdan so'ng olovni o'chirib, xavfsizlik uchun qopqog'ini darhol ochmaymiz. Ichidagi bug'i chiqib ketib, bosimi pasayguncha 15 daqiqa tegmaymiz. Bu taom bilan birga yeganda yana ham ishtahani ochadigan sariyog' sarimsoqli non tayyorlab olamiz. Ko'rsatilgan masalliqlarning ustiga sariyog' solib, yaxshilab aralashtirib, to'stni nonni ustiga surib, duxovkaga qo'yib, ustilari qotib, ozgina qizarguncha qoldiramiz. Qopqog'ini ochishdan oldin ham klapini shunaqa ko'tarib, ichida qolib ketgan bug'larni to'liq chiqarib, keyin qopqog'ini ochamiz. Ko'rib turganingizdek, nari beri 3 soatda go'sht va paylari shunaqa suyida turmaydigan bo'lib pishib ketadi. Sho'rvalarini tiniqligini aytmaysizmi? Qani edi mazasini sizlarga ham yetkazib olsam. Bu usulda ham vaqtingizni, ham naqdingizni tejirkansiz. Natijasi bo'lsa kutganingizdan yaxshi chiqar ekan. Bu ovqat mazali va to'yimli bo'lishi bilan birga kollagenga juda boy. Bo'g'imlaringiz origanda, quvvatingiz tushganda rosa foyda bo'ladi. Videoni saqlab qo'yishni unutmanglar. To'liq ma'lumotni opisiya va kommentariyada yozib qoldiraman. Foydali bo'lgan bo'lsa, bitta like ayamasiga xursand bo'laman.